Gerçekten ağrımız bilir günahımız uyanık uyansın şartlardır ağrımız gerçekten ağrımız bilir günahımız uyanık uyansın şartlardır ağrımız radaradı günlük öyküsü yoldu kim sevecek sevmesin okşamadan adamdı radaradı günlük öyküsü yoldu kim sevecek sevmeyin okşamadan adamdı. Gece gece dar bular, ko'z yoshima dar bular. Agar meni sevmasa, ko'z yoshima dar bular. Gece gece dar bular, ko'z yoshim dar bular. Agar meni sevmasa, ko'z yoshima dar bular. Radaladi, gümrük gümrük siyaldi. Kim seni sevmeyim, oxşima da radaladi, gümrük gümrük siyaldi. Kim seni sevmeyim, oxşima da radaladi. Ko'chada bir qiz o'tadi, orqasidan borsam qochib ketadi. Telefonini so'rasam, darrov menga qaraydi. Ko'chamda bir o'tadi, orqasidan borsam qochadi. Telefon nomerini so'rasam, mendan uzoq qochadi. Radardim. Kecha ko'rdim shu qizni, meni ko'rib qochdi, azob borib oldiga, gullik qilgim kelib ketdi. Kecha ko'rdim shu qizni, telefonni so'ragim keldi, azob borib oldiga, gullik qilgim keldi. Ketib qoldi, nega u qiz ketib qoldi? Telefon nomerini so'ragandim, nega u meni tashlab ketdi? Endi o'zingdan ko'rasan, qo'shig'imni kuylayman. Internetda meni topib, albatta afsus qilasan. Endi meni ko'rasan, qo'shig'imni endi kuylayman. Olamga jar solib, qo'shig'imni ijro etaman. Yomonsan, nega menga qaramaysan? Seni ko'rib qoldim, mendan qochib ketding. Bu ijodim hazilki, albatta men ijod qilaman. Bilasizlar muxlislarim, bu oldindan ijod qilaman. Men niyatim bittadir, Sakit Samirovdek bo'lib chiqish. O'zbekistondan albatta Sakit Samirovdek bo'lib chiqaman. Bo'laman, Sakit Samirovdek bo'laman. Ijroyimga baho bering, bu qanday qo'shiq bo'ladi? Menga bor bu talant oldindan juda o'ta kuchli. Bir eshitib hamma qo'shiqlarni chala beraman 100% javob. Menga ayting do'stlarim, sizlarga qanday kuylar chalay? Aytib ko'ring bir marta. Men hamma qo'shiqni chalib beraman. Garanta bor, 100% garanta. Bir eshitib, bu eshitib hammamizga chalarman. Bor garanta, chalish bo'yicha bor garanta. Bir eshitib hammamizga chalib beraman do'stlarim. Bu shunchaki qo'shiq uchun, kayfiyatni ko'tarish uchun edi. Kim qanday tushunadi? Noto'g'ri bo'lsa ming bor uzr. Faqat to'g'ri tushuninglarmi? Yaqinda boshlagandim bu ijodni. Faqat mening maqsadim bitta. O'zbekistonga chiqish Sakit Samirovdek.